Assalomu alaykum. Akalar. Mana yangi abegimiz kasqula qo'ygani keldik. Xudo xolasa davom etamiz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Nurdoğan Büyükkeski, Mutlu'nun fabrika müdürüyüm. Xudo xohlasa chiroyli bir yig'ilish majlis bo'ladi. 10 mingta mahsulotimiz bor. 85 ta davlatga eksport qilinadi. Dealerski set orqali sotuv bo'ladi. 9'a 5'ten 250-70'e kadar kablo kanallarımız var. 6 ve 10 kiloamper ürün grubumuz mevcut. Biron bir tushunmagan savolinglar bo'lsa berib ketaylik. IP'niligini o'zgartirsangiz bo'ladi. Seni mahsuloting mana sertifikatga tushmas ekan degan gap bo'lmasligi uchun Mana shetimizga, katta shetimizga keldik. Bu kartoxonaning ichidagi shetimiz. Asosiy shetimiz desam bo'ladi. Ko'rib baho berasizlar. Mana kelishlarga avtomat har bitta shetga boradigan skacholi dip avtomat bilan qo'yilib terildi. Delexi. Assalomu alaykum. Mana hozir yangi abegimizga keldik. Bu yerda hozir necha ishlarimiz bor edi. Haligi nimalarni qo'yib, ichkari nimalarni bitirdik. Bir obzor qilamiz. Videoda davom etamiz. Assalomu alaykum. Mana xonamiz, galereylarni qo'yganmiz. Lustralari high-tech. Assalomu alaykum. Mana uylarni bitirdik. Galerey lustralarini qo'ydik. Shitlarini yig'ib topshirdik uyda egalariga. Mana shitlarni bir ko'rsatamiz. Mana Delexi avtomatdan ishlatdik. 16 amper razvedkalar uchun, 10 amper lampochkalar uchun. Keyin dif avtomatdan foydalandik. Lampochkalar kelishi dif avtomatdan o'tib skachokdan o'tadi. Endi top degan skachokdan mana shetimizga, katta shetimizga keldik. Bu kartoxonaning ichidagi shetimiz. Asosiy shetimiz desam bo'ladi. Ko'rib baho berasizlar. Mana kelishlarga avtomat har bitta shetga boradigan skacholi dip avtomat bilan qo'yilib terildi. Delexi